Hozir bir juda ham qiziqarli video ko'rib qoldim. Bu inson tanasi qanday qilib kaloriyalarni yoqadi degan video. Tomosha qilamiz. Imagine 1 calorie is equal to $1. Hamburger has 300, French fries 300, drink has 150, and donut $250. What are we gonna do with this money, bruh? We spend it inside the body, right? Alright! And in the body they go. Welcome, my dear friends. We are the digestive system. Don't be afraid, come closer. Be careful, these guys wanna take our money. Nah, bro, we only interested in digestion. Exactly, we never take no money from no one. Well, that sounds legit to me. Ha! Fast food are dumb. Alrighty, blood. We managed to get out with $1,000. Alright, that's cool. And how much I owe you then? That'll be 150. Base price plus digestion. Alright, here you go. Thank you, bro. See ya. Hozir bu yerda juda ham qiziqarli narsani ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda kaloriyani bu yerda pulga o'xshatib ko'rsatilyapti. Shuning uchun juda ham oson usul. Aytaylik, biz har bitta yegan kaloriyamizni, har bitta yegan ovqat molekulamizda o'zini kaloriyasi bor. Masalan, yog'larda har bir grammida 9 kilokaloriya saqlaydi. Uglevodlarni har bir grammida 4 kilokaloriya, oqsillarni har bir grammida 4 kilokaloriya saqlaydi. Ro'yxatini ko'rsatib ketamiz. Yog'larga taxminan nimalar kiradi, uglevodlarga va oqsillarga nimalar, qaysi ovqatlar kirishini. Endi keyingisi qanaqa? Keyingisi ovqat kirgandan keyin nima ovqat yeyishingizdan qat'iy nazar ko'rishimiz mumkin. Buni French fries ko'rishimiz mumkin, gamburgerni ko'rishimiz mumkin, suv yoki donatni ko'rishimiz mumkin, bo'lichkani. Har bittasini o'zining kaloriyasi bor, grammiga qarab turib, saqlagan grammiga va tarkibidagi yog'iga qarab turib. Masalan, kartoshka ko'proq uglevod va yog'lardan iborat. Gamburger ichida uglevod ham, yog' ham, nima ham bor, oqsil ham bor, chunki ichida go'shti bor. Bo'lichkada juda ham katta miqdorda shakar va oddiy uglevodlar bor. Sabab u undan qilinadi. Suyuqlik ham juda ko'p kaloriya saqlaydi va uni ozuqaviy qiymati deyarli yo'q. Masalan, Coca-Cola yoki shirinlashtirilgan har qanday suyuqlikni kiritishimiz mumkin bu turga. Hop, iste'mol qildik. Iste'mol qilganimizdan keyin ko'rdingiz, oshqozon-ichak tizimidan so'rildi. Oshqozon-ichak tizimi ovqatlarni hazm qilib turib, uni issiqlik energiya sifatida, ya'ni kaloriya sifatida nima qiladi? Qonga olib boradi. Qonga olib borgandan keyin ko'rdingiz, qonga kaloriya so'rildi. Qiziq tarafi bu yerda pul qaytarib berdi oshqozonga. Sabab nimaga? Sabab ovqatni hazm qilishni o'ziga ham nima kerak? Kaloriya kerak. Ovqat hazm qilishda yo'qotiladigan kaloriyani ovqatni termik ta'siri deb nomlanadi. Eng ko'p hazm qilishga kaloriya yo'qotadigan ovqatlar, ya'ni ozuqa moddalari, bular ko'proq oqsillarga to'g'ri keladi. Endi keyingisi davom etamiz tomosha qilishda. And blood goes on to deliver salaries through the whole body. What up, Hot? How much will it be? That'll be 50. There you go. That'll be 50 for each one of us. Wow, that oxygen went up or what? Gonna be 50 per kidney, please. Alright. You owe me 50. Here, Blotter, good job. That is 50 for me. Good, brother, this for you. That's 50 for me and 50 for my brother. But I'm the one doing all the work. How's that? How much for you, boss? Give me 100 and I'll be fine. Talk to me, muscle. How much for you? We've been sitting all day, so it's only 100 this time. Okay, you've been paid. Alright, let's see how much we got left. $200. Hozirgi holatda qon bu transport organi hisoblanadi. Bilamiz, suyuqlik bo'lishiga qaramasdan qon ham organ va natijada qon o'zidagi mavjud kaloriyalarni har bitta a'zolarga tarqatib ko'rsa, o'pkaga, buyrakka, miyaga, mushaklarga va hokazo. Oxirida mana qolgan pulni hisob-kitob qilyapti. Ya'ni bu degani hamma a'zolarga tarqatilgandan keyingi qolib ketgan kaloriya. Qani endi ko'ramiz unga nima bo'ladi. $200. That will go straight in the bank. And how much did you want to deposit today? That'll be 200 calories in the triglycerides account, please. Alright, the fat will be reflected in the belly from 24 to 36 hours. Thank you, come again. Xo'p, endi qon qolgan kaloriyani oldida bankka bordi. Bankka borgandan keyin bank aytdiki, qancha bugun depozit qilasan, ya'ni bankimizga qo'yasan pulni dedi, ya'ni kaloriyani. Keyin haligi qon bugun 200 qo'yaman dedi. Keyin bank oldida uni triglitseridlarga, ya'ni o'sha xolesterinlarni bitta turi, yog'larni bitta turi o'shanga qo'ydi. Qo'ygandan keyin siz qo'ygan pul sizni shotingizda, ya'ni qorningizda taxminan 24-36 soatdan keyin ko'rinadi deb yozdi. Ya'niki bizda qolgan, ortib qolgan kaloriyalar yog' ko'rinishda qorin tagida yoki ichaklar atrofida yoki a'zolar ichida yig'ilishi nazarda tutilyapti. The next day. Hello? Well, none other than salmon, quinoa, asparagus, and avocado. You don't need to be afraid. Come closer. Alright, we came out with $1,000, but all that fiber will make it more expensive, papi.
will be $300. Jesus, give me a break, man. Blood goes on his usual salary round, but this time Muscle says a different amount. Yeah, we went for a 20-minute run, so I need to recover. This time it'll be 350. Damn, I don't have enough, brother. I'm going to the bank real quick. Wait for me here, okay? Mana shu to'xtatamiz. Birinchi navbatda qarang, bu yerda qiziq voqea bo'ldi. Ikkinchi kuni sal boshqacharoq. Ikkinchi kuni yeyilgan ovqatlar boshqacha. Natijada ichak hazm qilganligi tufayli haq olyapti va ko'p olyapti. Sabab nimaga? Sababi birinchidan oqsil ko'proq yedi, ikkinchidan kletchatka, ya'ni o'simlik to'qimasi ko'p edi. Natijada bu mehnatim uchun men ko'proq pul olaman dedi. Ya'niki shu ovqatni hazm qilish uchun ichak tarafidan termik effekt balandroq bo'ladi. Natijada yeyilgan kaloriyani 3dan 1ni o'sha dozani nima qilib qo'yapti, olib qo'yapti. Ya'ni 1000 yeyilgan bo'lsa, taxminan 300 ni o'sha dozda olib qo'yapti. A'zolarga tarqatishda ham sal o'zgarish bor ikkinchi kunda. Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu qanaqa? Bu a'zolarga tarqatayotganda mushakka kelganda mushak aytdiki, bugun biz mehnat qildik. Ya'ni yurdik, yarim soatmi, 1 soatmi, ya'ni jismoniy mashg'ulot qildik va natijada bizga ko'proq nima kerak? Kaloriya kerak. Va natijada o'sha qonda aylanib yurgan kaloriya yetarli bo'lmadi tanaga. Yetarli bo'lmagandan keyin qondagi o'sha pulni tarqatayotgan yoki kaloriyani tarqatadigan zaxiraga ketyapti. Bu boyaga aytgan narsa. Bizda boshqa videolarda tushuntirganimizda kalorik defitsit, ya'ni siz yegan kaloriya ichak hazmiga va butun a'zolaringizga tarqatilgandan keyin qonda yetarli bo'lmay qolsa, unda siz nimani yoqasiz? Ya'ni kalorik defitsit deydi. Kalorik defitsit bo'lgandan keyin siz zaxirani yoqishni boshlaysiz. Ya'ni zaxira bu nimaga to'g'ri keladi? Zaxira bu yig'ilgan yog'ga to'g'ri keladi. Hello there, I need to borrow 200 calories, please. And why does it need to be from the belly? Can you not take it out of the legs or something? All that is empty, bro. It needs to be from here. Oh my god, I'm just gonna give it to you so you don't cry. Hozirgi holatda qiziq bo'ldi. Qorindagi yog'ga kelib, bankdan qorindagi yog'dan ozgina berib turmang, 200 kilokaloriya yetmayapti deganda qorindagi kaloriya yo'q, men bermayman, oyoqdan olsang bo'lmaydimi dedi. U aytdiki, oyoqda deyarli yog' yig'ilmaydi, asosiy yog' qorin sohada yig'iladi. Tezroq ber, bo'lmasam bo'lmaydi dedi. Keyin qorindagi o'sha bank qorindagi yog'dan rozi bo'lmasdan 200 kilokaloriya chiqarib berdi. Ya'ni yog'ni parchalashga to'g'ri keldi. Bu aynan sog'lom holatda shunaqa vazn yo'qotiladi, ya'ni yog' parchalanadi. Buni tibbiy tilda lipoliz deb nomlanadi. Lipoliz bo'lish uchun inson tanasi albatta nima qilish kerak? Birinchidan insulin sog'lom miqdorda ajralishi kerak. Insulin chidamliligi to'g'rilanishi kerak. Undan tashqari testosteron, gormon ro'sti va kechqurun uyqular sog'lom bo'lishi kerak va albatta, ya'ni albatta kishi kalorik defitsitda bo'lishi kerak. Qorin yo'qotilishining 3 ta bosqichi degan videomiz bor. Yaqin atrofda qo'yganmiz. O'sha videoga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, biz aynan yog'ni yo'qolish etaplarni yozganmiz. Boshida qanaqa yo'qoladi, keyinroq va yana oxirida yog' eng kam qolganda qanaqa yo'qoladi deb berganmiz. Uni ko'rishingiz mumkin. Qani davom etamiz. Here's your thing, muscle. There you go. We're settled. Wow, delicious. Now I'm ready for round 2. Bu yerda bitta narsaga e'tibor beraylik. Mashq qilgan mushakni ozuqalarni qabul qilgandan keyingi holatini ko'rsatib bergan. Bu yerda juda ham qiziqarli. Sabab mushak mashq qilgandan keyin unda kichkina jarohatlar hosil bo'ladi. Uni otini mikrotravmalar deb aytadi. Mikrotreksinalar yoki yoriqlar va u yoriqlarni qayta tiklash uchun albatta mushakka nima kerak? Oziq moddasi kerak. Ularga aminokislotalar, oqsillar va sog'lom uglevodlar. Buni hazm qilgandan keyin mushak o'ziga olgandan keyin o'zini yana ham kuchliroq, yana ham baquvvatroq qilib qayta tiklaydi. Shuni ko'rishimiz mumkin biz. Well, that's how the fat market works. Sometimes you're up, sometimes you're down, but in the long term, We're still the same. Bu yerda juda ham qiziqarli fenomen tushuntirilgan, ya'ni inson tanasi kaloriyani ko'p yeganda nima bo'ladi? Ya'ni yog' qayerga yig'iladi va qanaqa usulda? Buni juda ham oddiy qilib o'sha tushuntirilgan va kaloriya yetmay qolganda qanaqa qilib kaloriya parchalanadi va umumiy holatda tanadan yog' ketishi yoki yig'ilishi inson tanasiga kirayotgan kaloriyalarni inson tanasida sarflanayotgan kaloriyalarga nisbatidan kelib chiqadi. Bundan oldingi videolarimizni albatta tomosha qiling. Bu video yuzasidan qanaqadir savollar yoki mulohazalar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling.